Shanba kuni edi, shu ishdan qaytar paytimiz bang bo'lib ketdi. Bolalar mana shu tarafga qochganda, bu yoqqa uyga hammasini kirila uyga deb hammasini uyga qamab oldim. Shu qo'shnim bilmasdan Madina ayasi bangillagan paytida qochib mana shu yoqqa qarab chiqishibdi, ko'chaga, yo'lga. Chiqqanda shu tepdi-da o'q. Madina yaxshi, chiroyli, odobli qiz edi. Qo'shnim ham yaxshi, ertalab bolalarini birga nimaga olib ketardi? Shu ishga olib ketardi birga. Yaxshi edi, yaxshi oila. Bunaqa bo'ladi deb biz tojik xalqini shuncha nima bunaqa bo'ladi deb tojik xalqini hech o'ylamagandik-da. Hammamiz bir-birimizni ko'rib turamiz. Mana maqsad aylini tomon uylariga kirib, mollari bormi, narsalari bormi olib chiqib ketib, uylariga aloq qo'yishib, hammasi ko'chada qoldi-da.